Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Charchamasizmi? Siz shunchalik zo'rmi? Ya shunchalik kibrmisiz? Ya shu tushunmaysizda aka, shu zo'rmisiz yo kimgadir ishonasizmi? Yo kibrmisiz? Nima? Siz kimsiz? Nimasiz aka? Nima deyapsiz? Nima bo'lyapti hozir? Nimaga aka? Kecha to'yda men sizni chaqirdim, bordim dag'ini 5000 qistirdim. 5000 bilasizmi? Ko'zingizga bunday qilib kissangizga soldim. Keyin o'tirdim, men aka menga so'z bering, men she'r aytaman, gapiraman deb chaqirdim. Nimaga men davra ta'lif qilmadingiz aka? Ya aka men ko'rganim. Nimani ko'rgan? Ishimiz emasda, biz birovga ashula aytamiz, qaytamiz, bu boshqaga aytishimiz. Nima farqi bor? Siz shunday aka o'zingizcha qo'shiq aytasiz, mikrofon sizda-ku, birov meni chaqirsangiz bular-ku, parda sening gaping bor, keyin bilan oshdan tabriklaysiz bular-ku. Qayerda? Qaysi to'yda? To'yda Dungtuparda to'yda keldingiz-ku siz. Qanday anglashmovchilik bo'ladi aka? Nima siz shunchalik zo'rmisiz ya? Odam tanimayapsizmi? Bir ko'rgan basharani eslolmaysizmi? Kecha to'yda odam ko'p bo'ladi aka. nimaga odam hamma joyda ko'p bo'ladi aka? Men prosta chaqirdim sizni. Aka menga so'zni bering dedim. Siz olib menga qaramadingiz. Aka, to'rtta qo'shiq aytgandan keyin odam shu kabar bo'lib, zo'r bo'lib, eslanmadim, bilmadim, vaqtim bo'lsa boraman. Ashunga darajaga chiqib ketdingizmi aka siz shunchalik? Ulug'bek Baxshi sizmi? Ana to'ychini adashgansiz qildingiz. Kim siz? Ahror Baxshi. Kim? Ahror Baxshi. Nima ish qilasiz? Iltimos, basharani betingizga biring aka. O'xshadimmi? Yo'q aka, siz Ulug'bek Baxshi. Ya siz nimaga keldingiz? Savolda men hozir. Aka, men kecha 5000 qistirganman. To'yda razbon oz ichgan ekan. Ya shudan men aka endi gapiraman, butun umr ichimda qolib ketdi meni gaplarim. Endi uni kaloriya yoradigandek chipka yuryapsiz. aka, bilasizmi, u armon bo'lib qoldi-da. Armon 8 hafta yodlagan she'rim bor edi. Anaqa bo'lganisa ham zo'r lekin. Aka, mayli o'tdi. Men ham artist bo'lmoqchiman-da. Sizni yo'lingizga kirmoqchiman-da. Siz ham endi katta artistmisiz shunda? Xudo xolasi, nasib harakat. Yaxshi artist, to'g'rimi? Meni o'zim bitta tiflang. O'zimga bitta tiflang aka, men ham artist bo'laman. Bitta ovozga tupursa artist bo'ladi deb. Ya bizga qishloqda hamma shunday aka, bitta go'shtchi bo'laman dedi, go'shtchi tifladi. Bittasi ho'kizchi bo'laman dedi, ho'kizchi tifladi, mana ho'kizchi bo'lib ketdi. Men ham artist bo'la aka, bir yordam qiling mayli aka. Men bergan 5000 ga roziman. Aka, to'yda ham shunaqa vaziyat bo'ladi-da. Bo'lmaydi o'zi. Ha, hech kim jo'q aka, mana hech ko'rgan jo'q. Bunday keyin aka, bitta tiflang bo'ldi. Pana. Ha. Aka, nima kibrmisiz aka? Ne ahmoq qilaman? Men ham artist bo'lmoqchiman-da aka. Qachongacha jiraman, qo'y boqib, ho'kiz boqib jiraman. Men ham to'ylarga chiqib artist bo'laman. Men talentim bor. Men ham qo'shiqlarim bor o'zimning. Lekin bu ham choponib olishimmi? Choponimizdan. Shu choponingizga podarka qilaman. Bitta tiflang aka. Yo'q. Aka, mendan artist chiqadimi, chiqmaymi bo'lmasam? Chiqadi. Qo'shiqlarni eshitganmisiz? Siz ham artistmi? Men ham artistman aka. Mana ko'rdingizmi, siz meni tanimayapsiz, men sizni tanimayapman. Hozir eng ko'paygan kasb artist ketdi. Bizlar qishloqda ishonmaysiz, dori sotadigan odam ham bitta gapirib qo'yapti, ovozi sal chiroyli artist ketyapti. Ho'kiz pursam artist ketyapti, tovuq pursam artist ketyapti. Hamma artist aka. Tashkil etilganmas. Meni qo'shig'imni eshitmaganmisiz? Hozir Hindistonda trendda yuribdi-ku. Shalalla, shalalla, shalalalala. Buni eshitganman, lekin ular aytganda sizni Ana ko'rdingizmi aka, odamzodda ishonch yo'q-da. Siz menga ishonmaganingiz uchun Chori ham menga ishonmaydi. Chorini taniysizmi? Qovunchi. 95. Rami 95-chi? Rami. Yo'q. Soda 95 ni taniysizmi? Bo'yi uzun, juda qo'rqoq, duxi yo'q Soda 95. Qayerdan? Qalbirimdan. Tanimaysizmi? Aka. Aka, mayli, qarang. Qo'shiqda buni asli bu qo'shiqda bor-ku, men aytganman. Ular o'g'irlab olgan. Hindistonliklar o'g'irlab ayttirgan. Meni prosta mablag'im, pulim jo'qib qoldi. Gurka bog'ay turdik, yangi yilga sotamiz, sotib keyin dublajga tikaman deb turdim. Yangi yilgacha bormay qoldi-da. Bular o'g'irlab aytjardi-da. Tushunasizmi? Endi meni mehnatim key bo'ldi, lekin yana yaqinda yana bitta qo'shiq chiqaryapman. Uni aytsam siz aytjarasiz uni. Aka, ishonmaysiz, u qo'shig'imni eshitgan odam bor-ku, O'zbekiston xitining tepasiga chiqib ketadi. Ha, reyting, top reytingda kim? Cristiano Ronaldo birinchi o'rinda emas, san'atkorlik bo'yicha undan ham o'tib ketaman men. Yo'q, futbol. Kim? Ronaldo. Uni men bilaman. Sizda olday turimda, siz artistga yo'q vaqt dedim aka. Messini tanisizmi? Boks bo'yicha ikkinchi chempion bo'ldi. Ko'ryapsizmi? Kalla qo'yavergan. Zo'r.
Ahrar başını ulu başı deysiz, ulu başını ahrar başı deysiz.